Sovon nomi mahalliy faxr va dunyoga yuksalish orzusini o'zida mujassam etadi. Koreyaning ta'lim markazi bo'lgan Chonju shahridagi Sovon universiteti mahalliy rivojlanishga yetakchilik qilib, iqtidorli talabalarning orzulari bilan hamohang ravishda o'sib bormoqda. Bugun innovatsiyalarning 50 yillik yo'li yangi 100 yillik kelajak sari dadil yetaklaydi. Dunyo izlayotgan iste'dodlarni tarbiyalaydigan, o'zgaruvchan dunyoda doim bir qadam oldinda yuradigan universitet. Bir qadam oldinda yuradigan Sovon universiteti. Sovon universiteti an'anaga yangilik kiritib, kelajakni shunga monand shakllantirishga harakat qiladi. Chonju ta'lim kolleji sifatida faoliyatimizni boshlab, mahalliy jamiyat bilan hamkorlikda rivojlanib, turli soha va yo'nalishlarga qamrab olgan tadqiqot universitetiga aylandik. Sovon universitetining bosib o'tgan yo'li jahon miqyosidagi yutuqlari orqali uning nufuzini oshirdi va barqaror universitetlar uchun yangi mezon o'rnatdi. Biz sanoat va jamiyat uchun talabgor universitetga hamda Markaziy Koreyaning nufuzli xususiy ta'lim muassasasi bo'lish yo'lida rivojlanmoqdamiz. Bu esa akademik va sanoat sohalarida innovatsiyalarni rag'batlantiradi. Sovon universitetining ta'lim tizimi o'tmishdan saboq olib, bugunni yangilab, kelajak sari dadil yetaklaydi. O'qituvchilar tayyorlash beshigi hisoblangan Chonju ta'lim kolleji merosiga asoslangan Sovon universiteti tizimli o'quv dasturi va moslashtirilgan yordam tizimini taqdim etadi. Sovon har yili mamlakat bo'ylab o'qituvchilik imtihonlaridan eng yuqori natijalarni ko'rsatuvchi nomzodlarni tayyorlab, o'qituvchilar tayinlashda shonli yutuqlarni davom etmoqda. Sovonning iste'dodli bitiruvchilari ijtimoiy xavfsizlik va davlat xizmati sohalarida kasbiy malakasi hamda jamoaviy qadriyatlarga asoslangan va o'ziga xos qobiliyatlari tufayli e'tirof etiladi. Davlat xizmatiga ixtisoslangan universitet sifatida Sovonning nufuzi tobora ortib bormoqda. Biz sun'iy intellekt asrini yurgizadigan asosiy bilimlarni beradigan ta'limni boshqaramiz. Shu bilan birga Chunchonbokdo kelajak hayot sanoatiga moslashtirilgan biota'limni ham yo'lga qo'yamiz. Sovon universiteti axborot texnologiyalari biznes sohasida mustahkam poydevorli kelajakka tayyorgarlik ko'rmoqda. Kosmetika, oziq-ovqat, moda va veb-saytlardan tortib global dunyo diqqat markazidagi Koreya madaniyati yetakchilarigacha nafaqat sun'iy intellektni qo'llash, balki kelajakni sun'iy intellekt yordamida shakllantirish ko'nikmalariga ega bo'lgan iste'dodlarni yetishtiramiz. Biz amaliy iste'dodlarni yetishtiruvchi universitet sifatida o'z vazifamizni bajarib, talabalarimizning o'sishi va muvaffaqiyatga erishishi uchun yangi imkoniyatlar yaratmoqdamiz. Sovon universitetining ta'lim sohasidagi innovatsiyasi chegaralarni yo'q qilishga asoslanadi. Mutaxassisliklar o'rtasidagi to'siqlarni bartaraf etish orqali biz turli sohalar bo'ylab erkin harakat qiladigan fanlararo iste'dodlarni shakllantiramiz. Bu esa talabalarga o'zlari orzu qilgan dunyoga parvoz qilish imkoniyatini yaratadi. Moslashuvchan bakalavr tizimidan tortib keng qamrovli stipendiya dasturlarigacha biz ta'lim olish va rivojlanishning har bir yo'lini qo'llab-quvvatlaymiz hamda rag'batlantiramiz. Imkoniyatdan voqelikka, mahalliy ildizlardan jahon maydonigacha. Sovon universitetining kompusi o'zaro o'sish tarmoqlari orqali imkoniyat va yutuqlarga erishish yo'lini yaratadi. Hukumat, sanoat, ilm-fan va taraqqiyot sohalarini bog'laydigan hamkorlik markazi sifatida Chunchonbokdodagi strategik sohalarning raqobatbardoshliligini oshiradigan bilim va texnologiyalarni yaratamiz. Sovon universiteti yosh iste'dodlarga mahalliy hududda qolish va rivojlanish imkonini beruvchi mintaqaviy aholiga yo'naltirilgan ta'lim modelini yaratadi. SK Hynix kompaniyasi va Chumbukdagi eng yirik startup inkubatsiya markazi bilan hamkorlikda tashkil etilgan S-Park yoshlar startup parki orqali universitet startuplari
hayotiy jarayonini qo'llab-quvvatlaydi va mahalliy jamiyatga yangi kuch bag'ishlaydi. Kelajak maktabi The School of Vision Chumbok viloyatida tashkil etilgan birinchi kattalar kolleji bo'lib, Sevon universitetining uzluksiz ta'lim sohasida yetakchi o'quv yurti sifatidagi mavqeini va istiqbolini yanada yuksaltirmoqda. Tez o'zgarayotgan davr va raqobatli zamon imkoniyatlarga aylanmoqda, chunki biz dunyo intilayotgan ta'lim sari yana bir qadam oldinga yurmoqdamiz. Savonning 50 yillik merosidan ilhomlanib, keyingi 100 yillik yo'limizni ochamiz. Bir qadam oldinda. Savon universiteti